bemorlarimiz bitta narsani iltimos qilgan bo'lar edim. Og'riq boshlandi. Bir marta lechini olib ko'rdi, u poliklinikada bo'lsin yokida shu nevropatologda bo'lsin, tekshiruv buyursalar borishlari kerak. Borishlari kerak. Mana men nevrojarrohman. Menga keladigan bemorlarda aksariyatida nevrologik defitsit, ya'ni nevrologik kamchilik, asorat o'zi jiddiylashib ketgan bo'ladi. Bular nima? Bemorning oyog'ini harakatidagi kamchilik. Oyoqni to'g'ri bosa olmaydi joyiga. Yo deylik, oyog'iga tapichka kiysa, tapichka tushib qoladi. Ikkinchisi, doktor oyog'im ozib ketdi deydi. Bittasi ozib ketdi deydi. Shunday bemorlarimizni ko'pchiligi qon tomir mutaxassisiga borib yuradi. Yonmasam tabobat, silab davolab qo'yish, hijoma qilish, shunga o'xshagan narsalar bilan vaqtini o'tkazib qo'ygan. Barmoqdan osish yo ko'p mana bu video nimalarda ko'rib qolamiz. Urush bor ham. Urush. Yokida kuydirish, ayrim kasallar keladi, doktor frista tortib qo'ydi grejamni deydi. Qadrli kuzatuvchilar, muxlislar, vatandoshlar, grija, shpristlar tortib oladigan suyuq narsa emas. Unaqangi suyuq narsa emas. Shuni iltimos qiladi tushunishingizda. Yokida to'g'ri qanaqadir masajlar yokida dori-darmon, fizioterapiya davo emas deya olmayman. Har doim ham davo emas. Har doim ham davo emas. Dischurras, ya'ni grijani hajmi u dori-darmon, fizioterapiya bilan og'riqlarni qolishi yo kichkinayishi bu doim ham yechim emas. Grija, shunday grijalar bor. Bemorni bezovta qilmaydi, hajmi katta bo'ladi. Chunki unday bemorlarimizda orqa miya kanali keng bo'ladi. Bemor bezovta qilmaydi. Biz aytamiz, tegmaymiz unga, chunki qichimagan joyda hashlash kerak emas. Yokida kichkinagina grija joylashgan joy biz farami deymiz, ya'ni ilmiy tilda, bu o'zimizning tilda teshik degani, bilasiz. Shu nerv chiqadigan teshikka 2 yo 3 millimetr grijani tiqilib qolishi ham bemorga dahshatli og'riqlar beradi. Ayrim qo'sh tirnoq ichidagi tabib yo nevropatologlarimiz MRTni oladi. Bu juda kichkina, bunga tegish kerak emas deydi. Buni davolash kerak buni. Davolash kerak. Shu yo'sinda bir iltimos qilgan bo'lardim, hurmatli nevropatologlar. Davolash chora natija bermayaptimi? Nevrojarrohga kasalni yo'naltiring. Bemorda vaqt o'tmasin. Endi gap boshlanib qoldi, Jamolxon. Men o'zimda bo'lgan ko'p holatlar bir ikkita uchtasini aytib beraman. Bizga eng ko'p beriladigan savol. Bemor keldi, MRTni ko'rdik. Amaki, xola, kelinoyi, aka, opa. Sizda grijangiz operatsiya qilib olib tashlanadigan. Olib tashlanadigan. Doktor dedi, operatsiyasiz davolash iloji bormi deydi. Mengacha davolanib ko'rdingizmi? Ha, juda ko'p bormagan joyim qolmadi. U bu sanab tashlaydi. Hammasini sanab tashlaydi. Mana borib ko'ribsiz. Iltimos oldirib tashlang. Doktor deydi. Qo'shnimni ammasini, xolasini pochchasi deydi. Grijasini oldirgan ekan, nogiron bu bir joyda yotib qolibdi. Qadrli kuzatuvchilar, hamma beldagi operatsiya ham grija emas. Belda dardi juda ko'p. Keyin bizda ko'p bemorlarimiz oxirgi vaziyatda borganliklari uchun, ya'ni nerv ishdan chiqib bo'lganliklari uchun operatsiyadan so'ng ham natija bo'lmaydi. Shunda men aytaman. Asoratlar hali bo'lmasdan oldirib tashlang. Ko'p kasallarimiz aytadi. Hali bizni kabinetimizdan chiqib ketmasdan turib, buni tirikchiligi shu-da deydi. Bu operatsiya deydi-da, bu ham bola chaqasini boqish kerak deydi. Operatsiya qilish kerak deb, bu operatsiya tirikchiligi shu. Aytadi. Shunda men aytaman. Yo'q, operatsiya qildirsiz, menga emas, ko'proq o'zingizga foyda. Ming afsuski, biz maslahat qilamiz deydi. U mendan boshqa nevrojarrohlarda ham bor. Mana o'zingiz ham travmatolog, xirurgsiz, ko'p bilasiz. Maslahat qilamiz deydi. 6 oydan keyin kelishadi. 6 oy avval oyog'ida yurib kelgan bemor yo qo'ltiq tayoqda yo kolyaskada
yoki katarkada keladi. Ana endi operatsiya qilib ber deydi. Endi operatsiya qilib ber. Operatsiya qilaveramiz, lekin 10 marta operatsiya qilsak ham endi o'lgan nerv o'z ish faoliyatini qayta tiklamaydi. Ular xohlagan rezultat bo'lmaydi. Bo'lmaydi, yo'q. Ular 100% rezultat xohlaydi har doim. Albatta, Bemorlar shunaqa. albatta. Afsuski, u natija bo'lmaydi. Bo'lmaydi, yo'q. Shunday shunaqangi bemorlarimiz bor. Yana ko'p beriladigan savol, garantiya berasizmi deydi. Manda ham bo'ladi. Bo'ladi, a? Bo'ladi. Garantiya berasizmi? Keyin men aytaman. Uzr. Siz olib kelib turgan inson sizni onangiz. Men boshqa ona tug'ib bera olmayman xuddi shunaqa sizga. Yo ayolingiz onasi boshqa tug'ib bera olmaydi. Agar men telefon ustida bo'lib yo kompyuter ustida bo'lsam, olib kelsangiz, garantiya beraman deyman. Ha, doktor deydi. Hindistonliklar konsultatsiyasiga kirgandik. Garantiya beraman deyapti-ku. Ular berishaveradi. Nimaga huquqni berishadi bilmayman, lekin berishaveradi ular. Uni topolmasdan keyin qayt. Ha, xuddi shunaqa. O'shanda hech qaysi doktor meni fikrim, mana bu bemor cho'loq bo'lib qolsin, nogiron bo'lib qolsin deb operatsiyaga kirmaydi. Biz eng ko'p shu kasbimizga yomon nima deydi, tushunchaga ega bo'lish ham bemorlarimizni o'z vaqtida kelmasdagi deb o'ylayman. Shunaqa asoratlar o'ta rivojlangan paytda kelishadi. Shu yo'sinda aytib o'tishim kerak, menda ham bu holat ko'p bo'ladi. Ayniqsa mana hozirgina aytib o'tganim medial miya orqa ildizi uzilishi. Agar medial miya orqa ildizi uzilishini boshida, ya'ni yangiligida ildizda shu boldirdan pay olib turib, perineus longus, ya'ni kichik boldir muskuldan qisman shu yarim qarichgina payda olasida o'sha ildizidan o'tkazib, suyakka qaytarib, katta boldir suyakka qaytarib tortib tikib qo'yish, ya'ni orqa ildizi avtoplastikasi deyiladi. O'sha amaliyot qilinsa bo'ldi, bemor hal. Shu bilan bu bemorda og'riqlari ham yo'qoladi, artrozda ham rivojlanish oldini olinadi. Xullas, bo'g'im saqlab qolinadi. Bizda nima bo'ladi? Ildiz uzilgan. Ko'pchilik u ildiz uzilishi hatto nimaligini ham bilmaydi. Doktorlarimiz, travmatologlarimiz ildiz uzilgan MRTda ko'rishni ham bilishmaydi, to'g'risi. Keyin bemorda blokada, shu konservativ lecheniya bilan dori-darmon bilan yurishadi, artroz rivojlanadi o'zi. Artroz rivojlangandan keyin o'zi osteotomiya, ya'ni yuqori tibbiy osteotomiya, ya'ni oyoqda o'q qiyshayib qoladi, uni to'g'irlash kerak bo'ladi. O'shanaqa desak, yo'q, unga ham ko'nishmaydi. Ya'ni kim qanday ko'nishmaydi? Biz meni oldimga kelishadi, men osteotomiya deyman, boshqa travmatologga borishadi. Yo'q, sizga hech qanaqa unaqa operatsiya kerak emas, sizga mana dori kerak, mana blokada kerak, yuraverasiz. Yana o'sha charxpali aylanadi-da, birovlar bitta aylanib turib, keyin birovlar endi protez olib kelishadi. Endi solishtiring. Boshida jichchagina yarim qarichgina o'zini payi bilan bitib ketadigan narsa endi butun boshli bo'g'imni almashtirish bilan tugayapti. Boshida to'g'risi gap $1000 bilan 12-13 million bilan bitadigan ish endi 45 million bilan bitadigan darajaga kelyapti. Bu ham sun'iy bo'g'im, yerga o'tirib tura olmaydi. To'g'ri, yotib qolgan bemorni xatyab yurg'izib beradi endi protez. Lekin u bemor 50 yoshli ayol edi. Endi protez qo'yadingiz. U bironta to'y hashamga borib yer dasturxonga o'tira olmaydi. Hojatga o'tira olmaydi. Hamma joyda stul, unitaz. Oyoq 90 gradusdan avvalga o'tkazilmaydi, chunki u faqat yurish uchun mo'ljallangan. Dunyo bo'yicha hali yerga o'tirib turish funksiyasini beradigan darajadagi mukammal endoprotez chiqmagan. Yo'q. Mana shu o'rinda biz o'zimizni ham, travmatolog ortopedlarimizni ham saviyasini oshirish kerak. Chunki hozirgi kunda Farg'ona vodiysi bo'yicha medial meniskni orqa ildizini PL avtoplastika, ya'ni kichik boldir o'sha muskuldan qisman olib turib avtoplastika qilishda, to'g'risini aytsam, men birinchi bo'lib qildim. Birinchi. Va bemorim juda ham yaxshi rezultat berdi. O'sha bemor. Chunki 18 kun, travmadan keyingi 18-kunida qilganman operatsiya. Hozir men bemor to'liq tiklanib, odatiy hayot tarzida yashayapti. Undan keyin ham nechta bemorlar kelishadi, men aytaman, shunaqa ildiz uzilgan, boldizdan pay olib ulashim kerak desam, xuddi o'sha gap, maslahatlashamiz deyshadi. Va chiqishgandan keyin boshqa travmatologga borishsa, sizga bu operatsiya kerak emas deyshadi. Shu yo'sinda menga charxpalida aylanib artroz, asorat bilan yetib kelishadi. Yo'q, menga kelishmagan taqdirda ham boshqa travmatologga o'sha artrozlar bilan borishadi. Shuning uchun eng avvalo bemorlar MRT diskini o'qiydigan, o'zini ustida yaxshi ishlaydigan, mayli chet el yurib malaka oshirsin demayman, chunki hozirgi kunda elektron vebinarlar, ya'ni onlayn darslar ham ko'payib ketgan. Men o'zim ham shulardan juda keng foydalanaman. Hech bo'lmasa o'zini ustida ishlab, yangiliklarni olib kiradigan shifokor bilan ishlash kerak.
Hamma shifokor ham bir xil emas, buni tan olaman. To'g'ri, hech kim sizga yomonlikni yomon ko'rmaydi. Sizga yaxshi bo'lsin, yaxshi shifo topib keting degan niyatda ishlashadi, lekin hammani ham saviyasi bir xil emas. Shuning uchun har doim siz uni yoshiga qaramang. Chunki yosh bo'lib turib, o'zini ustida ishlagan mutaxassis, opitli mutaxassis bo'lishi mumkin. Har doim ham yoshi kattalar zo'r bo'ladi, opiti katta bo'ladi degan gap noto'g'ri. Chunki yoshi katta bo'lib haligacha ochiq usulda meniskektomiya qilib yurgan shifokor travmatologlarimiz ham bor. Buni ham eslatib o'tish kerak. Открытие meniskektomiya 100 yil oldingi usul. Ya'ni tizzani yorib, meniskni totalniy meniskektomiya qilib tashlash. Hozir haligacha qilishadi, lekin o'sha operatsiyadan keyin qancha bemorlar og'rig'i battar kuchayib, artrozi battar kuchayib, endoprotez bo'lib qoladi. Ayniqsa varusi bor, ya'ni oyoq tashqariga qiyshaygan. O'zi ayollarda ko'p bo'ladi, shu narsani e'tibor berishlaring kerak. Shuni oynaga qarab, oyoqlarini tovon, bosh barmoq bir-biriga shuni tekkizib turib, jup qilib shuni tikka turganligingda tizzani o'sha ichki qismi bir-biriga tegmayaptimi, oyoq bunday yonboshga qiyshayib turibdimi, kamon bo'lib. Bo'ldi, значит, u sizda varusni deformatsiya bor degani. O'sha holatda og'irlik markazi ichki tomon ko'p tushgan hisobda medial menis jarohatlanadi. Juda ko'p shifokorlarimiz o'sha holatda borishadi. Bemor kelsa, sizni medial meniskingizni olish kerak, tozalash kerak. Ha, bo'pti, olding. Undan keyin nima qilasan? Undan keyin gormon blokada, fizlecheniya, konservativ, ya'ni dori-darmon bilan davolash. 2-3 yil oyoratda, 5 yil oyoratda, undan keyin endoprotez. Hurmatli shifokorlar, travmatologlar, bemorlar, varusni deformatsiya, ya'ni oyoq tashqariga qiyshayishini yuqori tibial osteotomiya qilib to'g'rilab qo'ying, oyoqda o'qini to'g'rilab qo'ying, o'sha bemor endoprotezga bormaydi yoki borsa ham kamida bir 15-20 yil o'sha vaqt soati yetib kelganda boradi. Siz bemorga tizza bo'g'imini ancha yil saqlab qolib bergan bo'lasiz. Endoprotez qo'yib, misol uchun to'g'ri, mayli xursand bo'ladi, og'riqlari yo'qoladi. Lekin uni reviziyasini ham o'ylash kerak. Endoprotezni qo'yganingizdan keyin har doim bitta endoprotez qo'ydingizmi, o'sha endoprotez reviziyasini ham o'ylab qo'ying. Chunki qanchadir muddatdan keyin, deylik 15 yil, 20 yil, 30 yil uni reviziyasi ham bor. Son chanoq bo'g'imidan ko'ra tizza bo'g'imini endoprotezini xizmat muddati kam. Bu standartda bor. Hamma joyda yozilgan. Son chanoq bo'g'imidan ko'ra tizza bo'g'imi kamroq xizmat qiladi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Sabab son chanoq bo'g'imiga endoprotez qo'yganingizda suyaklar chanoqdagi o'sha vertложная впадина deymiz, etdagi suyak ham qattiq. Ba'da son suyagini o'sha большой vertebral vertelga qoqib qo'yasiz, noshka qismini, sonni endoprotezning noshkasini, oyoqchasini. Ikkalasi ham kortikalniy baquvvat suyaklar. Haligi mustahkamlik o'ta yuqori. Bu yerda gap suyakning mustahkamligida. Son suyagiga endoprotez tizza bo'g'imiga endoprotez qo'yganingizda, son suyagini ham o'sha distal qismi va katta boldir suyagini ham proksimal qismi, ya'ni o'sha uchma-uch qismlari, o'sha 3 qismlarda bo'g'im yuzasiga yaqin qismlarida suyak gubchitay bo'ladi, ya'ni po'kakka o'xshagan bo'ladi. Tashqarisi вроде qattiq, lekin ichi po'k bo'ladi. Shuni hisobidan protez po'k joyga ko'p tayanadi, kortikaldan ko'ra po'k joyga ko'p tayanadi va u tez aseptiskiy расшатывание deyiladi, ya'ni joydan tez ko'chishiga olib keladi. Yo son suyagidagi qismi yoki katta boldir suyagidagi qismi. To'g'ri, u sement bilan, kosnet sement, ya'ni suyak sementi bilan birga yopishtiriladi, lekin u ham baribir prочностьni qanchadir muddatdan keyin suyak bilan birga bog'lanish, ya'ni aloqasini, svязкасini baribir yo'qotadi va u aseptiskiy расшатывание bo'lgandan keyin liqillab luft berib, oxiri o'sha yerda kanal kengaytiradi, suyakda kuchli og'riq bo'ladi va uni olib tashlagandan keyin reviziyani endi o'ylaydi, minus tomonlarini. Revizyonniy endoprotez birinchi o'rinda stoyimizda, ya'ni narxi jihatidan anchagina qimmat bo'ladi, chem birinchi endoprotezdan. Hozirgi kunda misol men Max Freedom degan kompaniyanikini qo'yaman. $2250 tursa, xuddi shu kompaniyani yoki boshqa kompaniyani revizion, ya'ni вторичный endoprotezni olib keladigan bo'lsam, minimum $5000 bo'lmasam $7000-8000 bo'ladi. Minimum bu hisoblab aytyapman. Xizmatimni ham shunga yarasha olaman. Первичный endoprotezga, ya'ni birlamchi endoprotezga o'rtacha klinik xarajatlarim 13-14 million so'm chiqsa, revizionniga shundan kamida 2-3 barobar ko'p olaman. Nimaga? Chunki uni mehnati ham shunga yarasha, revizion endoprotezda. Bo'pti, mayli. Narx mehnatdan tashqari yana. U birinchi qo'yilgan endoprotez qimillab qoldi. Uni olib tashladim. O'rniga endi bir qarish temiri bor, revizionni noshkali endoprotez qoqishim kerak. Yana qo'shimcha travma bemor uchun u narsa. Xo'p, revizionni endoprotez ham vechniy emas. Bo'pti, shuncha pulga olib qo'ydingiz, shuncha qiynalib qo'ydingiz, lekin u ham vechniy emas. Shuning uchun
eng maqbul yechim o'z vaqtida, qarang, yarim qarichkina pay bilan boshida bitib ketadigan narsa qanaqangi katta operatsiyalarga, qanaqangi katta summalarga aylanib ketyapti. Shuning uchun vaqtida yaxshi mutaxassisga murojaat qilishganda edi shu bemorlarimiz. To'g'ri, misol maslahat berilganda va shu to'g'ri operatsiyani qilinganda juda ham katta muammolarni oldini olgan bo'lardik.